Kecha qizim qo'lingni ushlab olaman. Dada, qilayotgan qilg'inlaringiz zavod shu olib ketyapman. Men sizga deydizki, men qo'limdan ushlab olay. Siz bilan vaqti ko'chada yurmaydigan bo'lib qolibdi. Nega? Nima bo'lsa ham bolamsan-da qizim. Kelamiz, bir kunga o'rnimizdan almashtiramiz. Nima deganing bu Rayhon? O'shanda sizning gaplaringiz mening testimga qanaqa tegayotganini bilib olasiz. Voy jonim, sen rolga kirishib olay. Menga qara. Ichkariga kirgandan keyin uni ber, buni ber deb ko'zingiz shiydigina qizib o'tirmagin yana. Yur ketdik, oldinga tush. Tezroq chiqamizmi? Ha, chiqamiz. Buni qayda kiyib ko'rsa bo'lar ekan? Yosh bola narsa mashada ham kiyib ko'rsa bo'laveradi-da. Ko'zingni chirt yummasa hech kim seni ko'rmaydi. Bu jichcha katta emasmi? Hech ham katta emas. Sendan keyin ukalaring bosib big'illab kiyish kerak. Ha, bo'ldi, hop. Kelib qolinglar, mevalarni zo'ri bizda. Yo'qsa, siz ham ro'y ichasizmi? Ha? O'zimizni Andijondan chiqadi. 6 xildan ortiq ta'mi bor. Mazza-da. Nima suv ichishni bilarkansiz lekin. Laqillamang, qulpinaylaringiz nechi pul? 50 ming so'm. Nima? Hamma joyda 15 bo'lib yotibdi-yu, 15 ga bersangiz olaman. Bo'lmasa yur oldinga tush. Hech bo'lmasa 30 dan beringlar, berib yuboraman. 15 mingdan bozor bo'yicha bermasa kerak, 30 dan ham normal olaveraylik. Sen jim tur, hozir orqada yalinib chaqiradi. Bo'ldi, kelinglar, 15 mingdan beraman. Bitta soqol oladigan abi. Uyda mingta soqol oladiganing bor. Qachonki beli yorib pul topasan, keyin olasan. Yur ketdik, plos. Bo'ldi. Ona qizim, jonim qizim, ko'zim moshday ochildi, tavba qildim. Endi faqat senga yaxshi muomala qilaman. Dada, hali ko'rgan qo'g'irchog'imda bering. Uyda mingta qo'g'irchog'ing bor. Qachon o'zingni beling yorib pul topasan, o'shanda olaverasan. Ya ustolar уже, sizlarda ham ota-onalaring shunaqami?